Games'ini ko'ryapsiz. İçi dahshat bo'lib yotibdi. Kuchliligi, tezkorligi bu. Playstyle. Voho. Buni qarang, 156. Undan tashqari qaysi pozitsiyada o'ynaydi? Hech qanday pozitsiyada faqat striker. Yomon o'ynab beradi. Ketdi birinchisi. Oo, 150 ta yaxshi. 800 ta tushib bersa ham normaldi bizga hozir. Vay, kerak emas narsa tushyapti-da bizga. Bo'lmaydi. Mayli do'stlar. Kunlik paklarni ochib qo'yamiz. Kunlik bo'lgan paklar. Kunlik paklarni ochib qo'yamiz. Biz hozir kunlik paketlarni ochib qo'yamiz. Deluxe degan joydan. Wow. Wow. Yana kelibdi-yu bular. Dan. Diğer draft yoki rank up Marx Mbappe. Hozir biz shundan so'ng tarkibimni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana menda shu akkaunt bor. Neymar kadrini almashtirishim kerak. Jorginho normalda o'yna oladi. Buni statistikasini ko'rishingiz mumkin. Driblingga kam berganman. Prosta super. Playstyle yo'q lekin buning. Normalda o'ynab bera oladi. Mbappe ham yangi olingan. Tashqari bu yerda Zidane 115 kartalarda bularni almashtirish kerak. Bunu normalde full bo'lganlardan Treshteginni qo'yib ko'ramiz. 116 kisiga 17 bo'lib ketibdi. Hoppa. 120. Bratishkani ko'ramiz obzorini va bu juda super. Super qaytara oladi. Super. Playstyle qaytarib yuborish. Bu